Toshkent xalqaro universiteti jamoasi sifatida biz talabamiz Alimov Bahodirni Islom Karimov nomidagi davlat stipendiyasini qo'lga kiritgani bilan chin dildan tabriklaymiz. Bu yutuq nafaqat talabamizning, balki butun bir universitetimizning yutug'idir. Avvalambor assalomu alaykum. Meni ismim Bahodir Alimov. Tashkent International University Jurisprudensiya fakulteti 3-bosqich talabasiman. To'g'risini aytadigan bo'lsam, tayyorgarlik jarayoni juda ham qiyin bo'lgan. Ya'ni birinchi kursdan boshlab juda ham qattiq harakat qilganman bu davlat stipendiyasini olishga. Chunki nomdor stipendiya va prezident stipendiyalari talablari juda ham qattiq. Ya'ni siz birinchi kursingizdan boshlab hamma fanlaringizni iloji boricha 5 ga yopgan bo'lishingiz kerak, ya'ni 90 balldan yuqori to'plagan bo'lishingiz kerak. Undan tashqari nomdor stipendiya va prezident stipendiyasini talablari bu ilmiy faoliyat bilan shug'ullanish. Ya'ni siz o'zingizga ilmiy rahbar topib, ya'ni shogird tushib o'qishingiz kerak. OAK toifasiga tushuvchi jurnallar nufuzli jurnallar hisoblanadi. Bu jurnallarda siz ilmiy maqolalar chop etishingiz lozim. Undan keyingi talab bu til sertifikati talabi. Ya'ni sizda eng kamida B2 sertifikati bo'lishi kerak. Ingliz tili yoki boshqa tildan, chet tilidan va shuningdek sizdan yuqori GPA ballar talab qilinadi. Tashkent International University'ning bu yutug'imda hissasi katta deb o'ylayman, chunki universitetimizdagi shart-sharoitlar, ya'ni kutubxonaning borligi, kutubxonada har xil adabiyotlar mavjudligi, ilmiy qo'llanmalar, ilmiy darsliklar, kitoblar mavjudligi, kodekslar mavjudligi, bevosita meni ilmiy rahbarim Gulchehra Abdusamadovnaning yordamlari, ilmiy maqolalar, tezislar yozishda, har xil ma'muriy masalalar bo'yicha fakultetimiz dekani Nozim Abdurasulovichning yordamlari, shuningdek iqtidorli talabalar bilan ishlash departamenti rahbarlari Diyora opa, Bahriddinova va Muborak opa, Adilovaning o'rinlari, hissalari juda katta. O'quv jarayonidagi qiyinchiliklarda bevosita o'zlarining yordamlarini ko'rsatganlar. Kelajakdagi rejalarimga keladigan bo'lsak, albatta bu davlat stipendiyasi, bu yutuqdan foydalanib, men magistraturada bepul ta'lim olmoqchiman va o'z sohamni rivojlantirish niyatidaman.